Bugungi kunda MDH, ya'ni SNG davlatlarida rivojlanib, ommalashgan Xitoy brendlaridan biri bu Li Auto bo'ladi. Xususan O'zbekistonda ham juda ham rivojlandi ushbu brend, ya'ni ommalashdi va bugun Li Autoning rasmiy dilerlik markazidamiz. Toshkent shahri Sergeli tumanida Betonka bo'yida joylashgan Li Autoning rasmiy dilerlik markazi. Ushbu avtomobillarni siz ushbu dilerlik markazi tomonidan 2 yil kafolati bilan rasman xarid qilishingiz mumkin. Buni qulaylik taraflari ham bor, demak, bu avtomobillarni xarid qilganingizda sizga master account o'rnatish, ya'ni ulash mutlaqo bepul bo'ladi. Undan tashqari, avtomobilni ichida SIM karta sloti tayyor kelmoqda, ya'ni Xitoydan o'zingiz Li Auto olib keladigan bo'lsangiz, unga ustalar tomonidan payat qildirib SIM karta o'rnatishingiz kerak bo'ladi. Bu avtomobillarimizda esa siz bemalol O'zbekiston SIM kartalaridan birini o'rnatib, bemalol to'laqonli internetdan foydalanishingiz mumkin bo'ladi va qo'shimchasiga bu avtomobillarni siz nafaqat naqd, balki A-bozor orqali nasiya savdo hamda trading shartlari asosida xarid qilishingiz mumkin. Barchani Li Auto rasmiy dilerlik markaziga taklif qilamiz.